Yaxshi qiz, iltimos bizga hisob berib yuboring. Xo'p, bo'ladi, hozir olib kelaman. Shunday qilib har birimizga 120 mingdan tushibdi. 120 ming? Ha, yo'q, hamma o'zi uchun to'laydi. Men salat yedim. Sen steak yeding. Bu yerda ofitsiantning xatosi chekni oldindan aniqlashtirmagan. Chek split ovqatdan keyin emas, buyurtma paytida hal qilinadigan masala. Chek split qilishda ofitsiant 5 ta qoidani unutmaslik kerak. Oldindan so'rash. Chekni birga qilamizmi yoki alohida-alohidami? Alohida bo'lsa yaxshi. Tushundim. Har biringizni buyurtmangizni alohida kiritaman. Marhamat, har biringiz uchun alohida chek. Ha, shunisi qulay bo'ldi. E'tiborli bo'lish. Kim nima buyurtma qilganini adashtirib qo'ymasligimiz kerak. Texnikani bilish. Chek splitda naqd va kartani aralashtirmaymiz. Neytral qolish. Ofitsiant hakam emas, bahsga aralashmang. Oxirida aniqlik. Hammasi to'g'rimi deb so'rash eng muhimi. Buyurtma olayotganingizda chekni birgami yoki alohidami so'rab oling. Bu undan keyingi kelib chiqadigan mojaroni oldini oladi. Kim nima buyurtma qilganini yodda tuting. Xato chek ishonchni yo'qotadi. Chek splitda chekni adolatli bo'ling. Ofitsiant hakam emas, lekin u tartibni saqlovchi. Tinch ohangni saqlang. Agar mijozlar o'zaro bahslashsa, mojaroga qo'shilmang. Texnikani yaxshilab o'rganing. Texnikani tushunmagan ofitsiant stressga tushib qoladi. Oxirida aniqlik kiriting. Buyurtma olib bo'lingach, hammasi to'g'rimi deb tasdiqlang. Chek split pul masalasi. Pul masalasi esa har doim nozik. Ofitsiant esa doimo xotirjam bo'lishi shart. Sizlar bilan menejer Asqar Fazliddin bo'ldi. Bizning mahorat rasmiy sahifalarimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishni davom eting.